13-ci bab. Şu çağda bir neçə kişi kelib, Hazreti Aysağa bir qism cəlilliklərinin mərkəzi ibadətxanada qurbanlıq qılıyatında, Vali Platus tərəfindən öldürülüb, ularning qinining qurbanlıqning qini bilan aralashib ketganligini aytdi. Hazreti Aysa mundaq dedi: Bu cəlilliklərning boshqa cəlilliklərdən ko'proq gunohi bo'lganligi uchun shunchalik jafo chekdi deb qaramsizlar? Yo'q, undaq emas. Gunohlaringlarga tövbe qilmasanglar, sizlarmu ashulardek halok bo'lasizlar. Siloha mahallisidagi munor o'rilib tushganda, tegida qilib o'lgan 18 kishini qandoq deysizlar? Ularni Yerusalimdagi boshqa kishilardanmi yomon deb qaramsizlar? Undaq emas. Bilib qo'yinglarki, gunohlaringlarga tövbe qilmasanglar, sizlarmu halok bo'lasizlar. Ondan Hazreti Aysa bu tamsilni so'zlab berdi. Bir kishining beg'ida bir tüp anjur darig'i bor ekan. O kishi bu daraxtdan meva kutibdi. Lekin daraxt meva bermabdi. O kishi bog'vanga: "Qara, 3 yildan beri shuncha kutsam, bir talmo meva bermidi. Uni kesib et. Uning bu yerda ya egilib turishining nima hojati?" debdi. Xo'jayin, yana 1 yil vaqt bering. Uning tüydagi to'plarni yumshatib, o'g'itlab boqay. Agar kelar yili meva bersa, tex yaxshi. Bermasa, kesib etayli, debdi bog'van. Bir dam ilish kuni Hazreti Aysa bir ibodatxonada kishilarga ta'lim berib o'tadi. U yerda u jin chaplashqili 18 yil bo'lgan bir ayolni ko'rdi. Bu ayolning beli pukilgan bo'lib, ruslanib tik tura olmaydi. Hazreti Aysa uni ko'rganda yeniga chaqirib: "Xonim, kesilingiz saqaydi" deb qo'lini uning uchiga qo'yib edi. Yilqi ayol darhol ruslanib tik turib, Xudoga matiya o'qidi. Hazreti Aysoning dam ilish kuni kesal saqaytqanligini ko'rgan ibodatxona mas'uli g'azab bilan ko'pchilikka: "Ish vaqtimiz 6 kun. Shifoliq izlaguvchilar dam ilish kunidan boshqa shu 6 kun ichida kelish kerak" dedi. Rabbimiz Aysa uningga mundaq javob berdi: "Ey soxtipazlar, dam ilish kuni o'küz va eshiginglarni o'qirdan yeshib, sug'org'ili ilib borsizlar. Bu harakatinglarni ish deb hisoblamamsizlar? Ajdodimiz Ibrohimning avlodlaridan bo'lgan bu ayol 18 yildan beri shaytonning sirtimig'ida turibdi. Endi dam ilish kuni bo'lsa-mu, uni sirtmoqdan bo'shatib etsam, yomon bo'ptimi?" Hazrati Aysoning bu so'zi raqiblarini xijolat qildi. Ko'pchilik bo'lsa, uning yaratgan ajoyib mo'jizalaridan xursand bo'ldi. Hazrati Aysa ta'lim berishni davomlashtirib mundaq dedi: "Xudoning podshohligi zodi qandoq? Men uni qandoq suratlab beray? U go'yo bir tal qichi urug'iga o'xshaydi. Garchi qichi urug'i kichik bo'lsa-mu, kishi uni terisa, o'sib yetilib, ko'chat bo'ladi. Qushlar kelib uning shoxlarida uvlaydi. Uningdan boshqa Xudoning podshohligini nemaga o'xshatay? U xuddi xemi turishga o'xshaydi. Ayol xemi turishni bir xalta unga qo'shib yug'ursa, bu xemi turish butun xemirni bo'ldira oladi." Hazreti Ayso Yerusalimga ketib etib, nurg'un shahar yezlardan o'tgach, ta'lim berib bordi. Biraylan uningdan: "Hey taqsir, qutqizilganlarning soni ozmi?" deb so'radi. Hazrati Ayso ko'pchilikka mundaq javob berdi: "Oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, sizlar tor eshikdan kirishga tirishinglar. Chunki nurg'un kishilar bu eshikdan kiray deysimu, kirolmaydi. Uyning xo'jayini eshikni taqqan vaqtida sizlar tashqarida turib, 'Taqsir, eshikni eching' deb eshikni qaqsanglar, u 'Yo'q, ochmayman, chunki sizlarni tonimayman' deydi. Sizlar, biz siz bilan hamdostxon bo'lgan,
Sizmi bizim koçlarımızda ta'lim bergan desanglar, u sizlarga yana bir qitim sizlarni tonimayman, ko'zimdan yo'qlinglar, ha yomonlik qilg'uvchilar deydi. Sizlar İbrahim, İshak, Yaqub va barliq payg'ambarlarni Xudoning podshohligi ichida o'zinglarni bo'lsa, sirtqi qo'g'ilib etilgan holda ko'gininglarda hasratda yig'lab, tishlaringlarni g'uchirlatisizlar. U chog'da dunyoning hamma joylaridan nurg'un Yahudi emaslarning davlatlaridanmi nurg'un kishilar kelishib, Xudoning podshohligida ham dasturxon bo'ladi. Shundoq qilib, kaynidikilar oldiga o'tib, oldidikilar kaynida qoladi. Dal shu chog'da bir necha parislar Hazreti Aysoning oldiga kelib, bu yerdan boshqa joyga keting. Yaratgan sizni o'ltirmoqchi dedi. Hazreti Ayso unumasdin, sizlar berib u tulkiga mening davomliq chillarni haydaydiganligim va kasallarni saqaytirganligimni, uzun o'tmayla Yerusalimda vazifamni tamomlaydiganligimni danglar. Shundoq ekan, shu vaqtgacha yo'limni davomlashtirmasam bo'lmaydi. Chunki bir payg'ambar uchun ilib etganda Yerusalimdan boshqa yerda o'ltirilish muvofiq emasdir. Hey Yerusalimliklar, payg'ambarlar va Xudo avatgan elchilarni chalma-kesa qilib o'ltirgan Yerusalimliklar, go'yo Mekiyon o'z jujilarini qanot ostiga olgandek, men sizlarni qancha qitim o'z qo'ynimga olmoqchi bo'ldim, lekin sizlar unimidinglar. Mana endi Xudo ibodatxonanglardan ayrilib, sizlarni tashlab ketidi. Shuni bilib qo'yinglarki, sizlar Rabbimiz avatgan qutqizg'uchiga muborak bo'lsin deb menga ishonmaguncha meni qaytadan ko'rolmaysizlar dedi.